dunyoda shahid bo'lib o'ldi deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ilbas jadidan, eng zo'r kiyimlarni kiy deyaptilar. Musulmon odam eng zo'rini kiyadi. Eng chiroyli, eng oldi, eng zo'r kiyimlarni kiyadi musulmon odam. Xuddi xol kabi bo'ladi. Rasululloh aytibdilar, ilbas jadidan, zo'r kiyimlarni kiy. Va'ish hamidan. Eng zo'r hayotda yasha deyapti. Eng chiroyli, eng go'zal holatda yasha. Ammo va mut shahidan, shahid bo'lib o'lgan deyaptilar. Bu dunyoda shahid bo'lib o'ldi deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shahid bo'lib o'lish nima degani o'zi? Qaqqadir borib olib, o'zini o'zi halokatga tashlab portlatib o'ldirish men shahidlikmi? Shahid degani biz mana shuni tushunamiz. Yo'q. Shahidlik nima? Ota-onamizga zo'r xizmat qilib qo'ydik. Ota-onamiz aytayapti-da, bolam men sendan roziman deyapti. Mana shunda vafot etsak, mana shu shahidlik. Ishoning akalar. Ota-onaga zo'r xizmat qilib o'tsa, vafot topsa, mana shu shahidlik bo'ladi. Farzandimizni zo'r qilib, odob, axloqli qilib tarbiyalab vafot topaylik, mana shu shahidlik akalar. Ishoning, shahid vafot topadi odam. Qiynalgan oshna og'aynimizga yordam berib qo'yaylik, mana shunda vafot topaylik, birodarimizni, qiynalgan birodarimizni xizmatida vafot topaylik, akalar, mana shu shahidlik. Silay rahim, qarindosh urug'chilik, silay rahimni buzmasdan, uzmasdan vafot topaylik, mana shu shahidlik. Hech bo'lmaganda birovga ozor bermasdan, zarar bermasdan, zulm qilmasdan vafot topish, akalar, mana shu haqiqiy shahidlik bo'ladi.